kitob o'qishni juda yaxshi ko'raman. Hozirgi kunda 300 ga yaqin asarlarni mutolaa qilganman. Bular ichida menga eng yoqqani Erkin Vohidovning So'z latofati asari bo'lgan. Ushbu asarda Erkin Vohidov tilimizning barcha imkoniyatlarini, tilimizning go'zalligini ochib bergan va biz hozirgi kunda tilimizda ishlatmaydigan ba'zi bir so'zlar haqida ham uning imkoniyatlarini yozgan. Mening kitobga bo'lgan mehrimga ota-onam sababchi bo'lishgan. Ular juda kichikligimda 7-8 yoshlarimda menga birinchi kitobni Chingiz Aytmatovning Oq kema asarini sotib olib berishgan. Mening ilk katta asarlardan birinchi o'qigan asarim shu asar bo'lgan. Men bu asarni juda mazza qilib o'qirdim. O'zimni o'sha qahramonlar orasida yurgandek his qilardim va o'zimni ham shu asar qahramonlaridan biri deb o'ylardim. Menda kitob o'qish, kitobxonlikka qiziqish tobora ortaverdi. 2024-yil tanlovda qatnashib, viloyat bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritib, respublikaga yo'llanmani qo'lga kiritdim. O'ylaymanki, albatta respublika bosqichida ham yaxshi natijalarni qo'lga kiritishga harakat qilaman. Menga bu tanlovda tayyorlanishimda mutolaa ilovasi ham yaxshi yordam berdi. Sababi topolmayotgan kitoblarimni ushbu ilova orqali o'qib, audio kitoblarni eshitib tayyorlanishda davom etyapman. Men tengdoshlarimga ko'proq kitob o'qishlarini maslahat berardim. Ko'p kitob o'qigan insonning tafakkuri, bilimlari, fikrlashi, dunyoqarashi boshqalarnikidan ajralib turadi. Shuning uchun tengdoshlarimga ko'proq kitob o'qishlarini maslahat bergan bo'lardim. Biz yoshlarga shuncha sharoitlarni yaratib berganliklari uchun, bundan tashqari mana shu yosh kitobxon tanlovini tashkil etilgani uchun ham prezidentimizga, Yoshlar ishlari agentligiga rahmat aytaman. Sababi bu yosh kitobxon tanlovi O'zbekiston yoshlarini kitob o'qishlariga juda katta turtki bo'lgan tanlov desam mubolag'a bo'lmaydi.